من جد وجد من زرع حصد. Kim qidirsa topadi, kim eksa o'radi. Qaranglar, ukropkashni cho'rg'ini sepib qo'ydim, o'sib chiqibdi. Biznillah. Binoli hovlimdan chiqyapman. Faqat orasida mana qadamadir chiqdi. Menimcha rediskani urug'i ham qo'shilib qolgan bo'lsa kerak, ukropka deb o'yladim. Shu joyda bitta hadis esimga tushib qoldi-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yig'ib, bitta jannatga tushgan kishi haqida aytib berayotgan ekanlar-da. Haligi kishi jannatga tushibdi-da, shunda o'tirib, "Ya Alloh, men urug' sepkim kelyapti" dedi. Shunda Alloh taolo: "Ey bandam, men seni bundan behojat qilib qo'ymaganmidim? Axir jannatda hamma narsa bor-ku" debdi. Shunda haligi odam: "Bilaman, lekin men urug' sepkim kelyapti, men sepishni yaxshi ko'raman" debdi. Shunda Alloh taolo unga urug' beribdi. Avvaliga tizza baravar, so'ng bo'yi baravar, so'ng tog' baravar bo'lib, haligi urug' unib o'sib chiqdi. Shunda Alloh taolo aytgan ekan: "Ol, bandam, o'zi seni ko'zingni hech narsa to'ydirmaydi" degan ekan. Shunda o'sha yerda o'tirgan bitta arobiy shart o'rnidan turibdi. "Ya Rasululloh, o'sha odam qurashli bo'lish kerak, qurashliklar dehqonchilikni yaxshi ko'radi. Biz arobiylarda dehqonlar kam" degan ekan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib borgan ekanlar. Demoqchimanki, qatta bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki jannatda bo'lsa ham inson peshona teri bilan nimadir yaratsa, o'sha narsa shirin bo'ladi. Shunaqa, mana peshona terimiz bilan bu qarang xolla ekdik. O'rtasiga mana piyon gullar ekdim. Piyon gul birinchi yili gullamas ekan, rosa ham havas qilib ekdim. Qatladadir 40 mingdan ekan, lekin men tekinga olib kelib ekdim. Shahnoz opamnikida. Shahnoz opamga rahmat. Bu yil ekkan gulim 3 ta uncha tugdi mana. Bulbullar sayraydi mana uyimda. Eshitilyapti? Shu yaqin orada kimdir kaptar baqsa kerak. Vosh chiroyli uchyapti, subhanalloh, derazamga eshigimga o'zini urib yotibdi. Qara, derazam oldida turibdi. Ne kaptar? Nima xohlaysan? Oyog'i ekan. Ha, faypoli kaptar ekan. Rangi ham chiroyli ekan. Uyga kirgisi kelyapti nimagadir. Eshigi ham o'zini urdi-yu bo'lsa. Ana qaragan. Semizgin ekan. Mushugini ko'rsa yeb qo'yadi lekin.